Shayxontohur tumani Huvaydo Abu Dhabi turar joy majmuasiga kelganmiz, qadrdonlar. Yon atrof atmosferaga e'tibor beringlar. Qanaqa chiroyli qilib qo'yishgan. Toshkentdagi Abu Dhabini kichkinagina ko'rinishini yaratib qo'yishgan. Mana qarang, hamma shart-sharoit bor. Lokatsiyani o'zingiz bilasiz, aka. Bu yerda yon atrofida 3 ta masjid joylashgan. Undan tashqari hamma kommunikatsiya dismi, infratuzilmalari yon atrofida joylashgan bo'ladi. Bu atrofida ko'rib olasiz, xususiy grant maktabi ham bor. Undan tashqari yer to'lasida parkovka uchun joylari ham qoldirilgan. Siz bilan birgalikda xonadonni ko'rishda davom etamiz. Ketdik. Bismillah. Aka, pod'ezd eshigimizdan kirishimiz bilan atmosferaga baho bering. Stroyli shkoplar qilingan, rangiga ham e'tibor bering. Chiroyli rangdan foydalangan. Kirishimiz bilan bu yerda oyna, kiyimingizni ilamansiz, ilgichlar qo'yib qo'yilgan. Bu yerda o'tirish imkoniyati bor. Chap tarafimizning birinchi xonani ko'rsating. Bu xonani bolalar yotoqxonasi sifatida ishlatsangiz bo'ladi. Remontlarga ham yaxshi sifatli narsalar ishlatilgan. Abo'ylari ham ko'zni charchatmaydigan ranglardan foydalanilgan. O'ng tarafimizga e'tibor berasiz. Keng razmerda ho'l joylashgan modda. Agar siz bu yerda yana bitta xona qo'shaman desiz, razvijnoy oyna qo'yarsiz, 3 xonaga ega bo'ladi. Hozirgi turishi 2 xonadan iborat bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, skvaznoy ikki yon tarafidan ham havo aylanish imkoniyati bor. Chap tarafimizdagi navbatdagi xonani ko'radigan bo'lsak, ayollarni yaxshi ko'rgan oshxonasiga e'tibor berasiz. Remontlariga ham, mebellariga ham sifatli texnikalar qo'yilganligini ko'rib turibsiz. 7-qavatida joylashgan bo'ladi. 6 va 7-qavatda joylashgan. Sizga eng fishkali joyni video davomida kuzatib boring. Bitta like bosib niyat qo'ying. Inshaalloh Allohga oson, bundan-da yaxshi uylar sizga nasib qiladi. Umumiy yuvinish xonasini ko'rib olasiz, kengligiga ham e'tibor berasiz. Barcha sharoitlari qilingan. Bu tarafi ham garderobni qilib foydalansangiz bo'ladi. Zinani tagida ham joy qolgan. Ko'rishingiz mumkin, bu tarafga qarang. Mehmonxona sifatida ham foydalansangiz bo'ladi. Keng razmerda qolgan, bemalol 20 talik stul sig'adi. Ko'rib turgan barcha narsangiz shu xonadonda qoladi. Chap tarafimiz ota-onalar yotoqxonasiga mo'ljallangan. Ko'rishingiz mumkin. Shkoplari qo'yilgan, bitta mebellaringizni olib kelib, inshaalloh shu uyda yashash imkoniyatiga ega bo'lasiz, aka. Sizga eng fishkali joyni ko'rsataman, aka, tepada ketdik. Aka, sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan fishkam mana terasdagi e'tibor bering, kengligini. Hamma shart-sharoit qilingan. Bu tarafini leksanlar bilan yopsangiz, bu tarafini agar akfalar bilan o'rasangiz, qanaqa chiroyli joyga aylanadi. Shaharning manzarasiga e'tibor bering. Kechasi shunaqa chiroyli ko'rinadi. Hamma shart-sharoit qilingan. Terasamizga ham общий sanuzul uchun alohida yana bitta xona qilib ketilgan, biralari qo'yilgan. Yozgi oshxonaga e'tibor berasiz, aka. Miramirlardan foydalanilgan, sifatli narsalar ishlatilganini ko'rib turibsiz. O'ng tarafimizga qarang, Ko'kcha masjidini shundoqqina gumbazlari ko'rinib turibdi, qarang. Umumiy maydoni 177 kvadrat metr xat hujjati bo'yicha, lekin 250 kvadrat metr bo'lyapti. Kvadratiga bo'lsangiz 1400 atrofida tushyapti. Umumiy summasi 248.500 dollar bo'lyapti. Agar siz Abu Dhabi atrofidan shunaqa xonadon qidirib yurgan bo'lsangiz, inshaalloh sizga nasib qilsin, bitta like bosib keting. Hammamizga shunaqa yaxshi turar joy majmualarida yashash nasib qilsin. Qiziqarli bo'lsa raqamlar qoldirib ketamiz. Bemalol kelib ko'rib xat hujjatini tekshirgan holatda savdo barakasini qilsangiz bo'ladi. Salomat bo'lasizlar.